Assalomu alaykum. Hammaga xayrli kech. Biz bu kanalni tashkil qilishimiz, unda har xil suhbatlar uyushtirishimiz, viktorinalar e'lon qilishimizdan maqsad xalqimizga tibbiyotni bu sohasini yanada yaqinroq tanishtirish. Chunki tibbiyotni asosiy qiladigan ishi bemorga yordam berish, uni kasallikdan xolis qilishga, kasallikdan tuzatishga qaratilgan bo'lsa, travmatologiya, oftalmologiya, ichki kasalliklar, kardiologiya, nefrologiya farqi yo'q. Shu sohalarning bir vakili. Psixiatriya ruhiy kasalliklar bilan ishlaydi. Shu joyda e'tibor berish kerakki, odamdagi asab deymiz, bosh miya, orqa miyamiz va tanamizdagi nerv shoxlarini da bo'layotgan buzilishlarni uchta soha davolaydi. Neyroxirurgiya xirurgik muolajalar orqali yordam beradi. Bosh miya to'qimasi bo'lsin, orqa miya bo'lsin, nerv shoxlarida bo'lgan o'zgarishlarni xirurgik muolajalar orqali, kerak bo'lsa bosh miyani kesib, ochib korobkani, bosh miyada bo'lgan nuqsonlarni yordam berishga harakat qiladigan bo'lim bor. Bu neyroxirurgiya. Bor nevrologiya, bu oddiy qilib aytganda nerv to'qimasida bo'lgan buzilishlarni dori-darmonlar orqali, fizdavo orqali yordam beradigan soha. Misol uchun insultlar bo'lsin, yuz nervini shamollab qichayib qolish bo'lsin, uchoqli nervda kuchli og'rig'i bo'lsin, oyoq-qo'l harakatlari, bel churralari, grijalari bo'lsin, nevrologiya yordam beradi. Uchinchisi bu psixiatriya. Bu bemorda bo'layotgan bosh miyaga aloqador bo'lgan, aniqrog'i bosh miyani ichidagi ma'lum bir ruhiy jarayonlar bor. Shu ruhiy jarayonlarni davolashga qaratilgan soha bu psixiatriya. U oddiy tushkun kayfiyatdan boshlab, foyda zararda ajrata olmaydigan og'ir, to'polon qilib o'zini yaqinimi, begonami ajrata olmaydigan darajadagi og'ir ruhiy kasallarga qaraydigan soha hisoblanadi. Bulardan alohida psixologiya bor. Psixologiya tibbiyot psixologiyasini inkor qilgan holatda, psixologiya bu pedagogika sohasidan kelib chiqqan. Pedagogika sohasidan kelib chiqqanligi uchun ba'zan qarashlar boshqacha bo'ladi va psixologiya bu kasallik bilan ishlamaydi. Lekin ular ham insonlarning ruhiyatida bo'layotgan o'zgarishlarni, kasalliklarni emas, tuzatishga yordam berishga harakat qiladi. Bularning ichida biz hozir sanab o'tgan neyroxirurgiya, nevrologiya va psixiatriya, ruhiyatda bo'layotgan o'zgarishlar. Psixiatriyani kattalar umumiy qilib, kichiklar psixiatriyasiga qisman biz bo'lsak, biz 7 ta suhbat qilmoqchimiz bolalar psixiatriyasida bo'lishi mumkin bo'lgan buzilish va kasalliklar haqida. Hozir biz bu bo'yicha 10 talik variant tashlaymiz, 7 tasini tanlaysizlar va 7 tasini biz kunlarga bo'lib, kun ora yo 3 kunda bir suhbat tarzida o'tkazamiz va umumiy maqsad baribir shu tanlangan mavzudan tashqari psixiatriya haqida yaqinroq tanishtirish, yaqinroq xabardor qilish yoki shu sohada tug'ilayotgan savollarga qo'ldan kelgancha psixiatr shifokor sifatida javob berishga harakat qilish. Va sindromlar haqida ham tashlaymiz. Ya'ni bor odamlarda simptom, ya'ni bitta belgi, deylik, u isitma, u yo'tal, misol ko'p terlash, yoki ko'z o'tkirligini pasayish. Bu har bittasi bittadan belgi bo'lsa, qachonki o'sha belgilarni bir kasallikni rivojlanishi asosida birgalikda paydo bo'lishi. Misol uchun deylik, yo'tal, aksa urish, isitma va ozgina entikish. Nafas yo'liga aloqador bo'lgan bu sindrom yoki havo yetmaslik, entikish hissi, balg'am ajralish, simptom, 3 ta simptomi birlashib, misol uchun obstruktiv, ya'ni nafas yo'llarini torayib, nafas yetmaslik sindromiga olib keladi. Psixiatriyada ham bo'layotgan mayda-mayda o'zgarishlar, tushkun kayfiyat, harakat aktivligining pasayishi va fikrlashning sekinlashishi, 3 ta belgi birlashdi bir kasallik fonida va yuzaga keldi sindrom. Misol uchun deylik, depressiv sindromga kiradi bu 3 ta belgi.
Biz o'sha sindromlarni ham alohida bir 5 ta yoki 6 tasini tashlaymiz. Uni ham ichidan tanlab olsalaringiz, tanlangan variantga qarab turib biz uni suhbatni ketma-ket joylaymiz va oxirida 10-kuni savollar yig'ishni boshlaymiz. Hozir 4 ta 5 ta savol yig'ildi. Tug'ruq davridan keyingi psixozlar, tug'ruqdan keyingi depressiv psixoz haqida, identifikatsiya buzilishlari haqida, psixosensor buzilishlar haqida savollar kelib tushdi. U savollarni qo'yamiz. Undan tashqari vaqtimiz, imkoniyatimiz va sizlarni qatnashishlaringizga, sizlarni qiziqishlaringizga qarab turib biz uni balki 10 taga yoki ko'pchilikni qabul qilishiga qarab 20 ta savollarni qabul qilib, imkoniyat qadar unga ham javob berishga harakat qilamiz. Shuni ma'lumot sifatida aytib o'tmoqchi edik. Hozir biz tashlaymiz, shunga qarab tanlayverasizlar. Salomat bo'linglar. Birgalikda, hamkorlikda, Xudo xolasa ilm o'rganishga, qaytarishga, uyimizni rivojlantirishga, ozgina bo'layotgan bolalarda bo'layotgan o'zgarishlarga ilmiyroq yondashishga, uni nutqi chiqmayotganda uni shunchaki nutqi kech chiqadigan bola ham bo'lishi mumkin. Nutqi kech chiqayotgan bolami yoki buni boshqa ruhiy sferalarda ham o'zgarish bormi deb teranroq qarashga, xulq-atvori buzilib hamma yoqda urib sindirib yurgan bolakayni ko'rgan paytda bu bolakay juda sho'x ekan deb boshqalar qatori o'ylagan holatda unga yanada chuqurroq qarab, unda tanqid bor yo'qligi, qilayotgan ishlariga nisbatan emotsional reaksiyasi bor yo'qligini ko'radigan darajaga chiqishga yoki boshqa bir qo'shnimiz, qarindoshimiz, yaqinimiz bizdan biron bir bolalarga aloqador bo'lgan xulq-atvor buzilishi, emotsional buzilishlar, o'zlashtirishda orqada qolishlari haqida savol bergan paytda yanada mutaxassisroq bo'lib, yanada bunga teranroq qaraydigan inson bo'lishga olib keladigan bo'lsak, shu darajaga erishadigan bo'lsak, biz bu suhbatlarni bekorga amalga oshirmayotgan bo'lamiz va bundan juda ham ko'nglimiz ko'tarilib, yanada qattiqroq ishlashga, yanada ko'proq material yig'ishga, Xudo xolasa nemis adabiyotlaridan alohida yig'ishga, ingliz adabiyotlaridan alohida yig'ishga, chunki materiallarning ko'p qismi rus adabiyotlaridan yig'ilgan. Lekin rus adabiyotlaridan yig'ilganiga qaramasdan u adabiyotlardagi ma'lumot ham o'z-o'zidan faqat rus mutaxassislarining o'zidagi xulosalar emas. Bu butun xalqaro hamjamiyatdan yig'ilgan. Demoqchi bo'lganimiz, har tomondan qarashga, harakat qilishga, ustimizda ishlashga, bu bizni yanada, agar sizlarning aktivligingizni ko'rsak, biz yanada bunga ko'proq e'tibor qaratishga turtki bo'ladi demoqchi edim. Rahmat.